Assalomu alaykum azizlar. Bu baklashkadagi nima qani topinglarchi azizlar? Albatta bu sirop. Ya'ni mana bunaqa apparatingiz bo'lsa, siz bunga kompot bir nimalar qilib hisobingizni chiqara olmayapsizmi azizlar? Mana sizga yechim. Mana 10 litr suvni shunday quyasizlar. Liboy tamda mana mojitolar qaranglar, har xil rangda qilib beraman. Mana apelsin, mana ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i sertifikat bor azizlar. Sertifikat bor, как положено. Qilasizlar 10 litrga 100 gram, 5 litrga 50 gram shunday qo'shib yuborasiz, bo'ldi suvga. Shakar, pakar hammasi bor. Sizga shunda tayyor holat bo'lgandan keyin 1400 so'mga tushadi. Mana azizlar ko'rishingiz mumkin. Mojito, kivi, malina, apelsin, anor hammasi bor azizlar. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh qo'ldan kelgancha dastavkalar bilan qilib beramiz. Bir kun oldin aytsangiz tayyorlab beramiz. Shunda sizga 10 litr 14 ming so'mga aylanadi tayyor bo'lgandan keyin. Salomat bo'linglar. Sardor Frezerga aloqaga chiqaverasizlar azizlar.